Men pulim ekonomiya qiladigan 5 ta narsa. Birinchisi bu har xil trenddagi shirinliklar tipa klubnikov shokolad, dubayskiy shokolad. Ularni hech qaysini hali bir marta ham sotib olib yeb ko'rganim yo'q. Kimdir tekinga bersa yeb berishi mumkin. Men o'zimni pulimga sotib olmayman. Puliga arzimaydi deb hisoblayman. Ikkinchisi bu kiyim-kechak latta putta. Men bir xil kiyimda har kuni ko'chada ham, blogimda ham ko'rinishda umuman uyalmayman. Samatsankami bu narsaga bog'lamayman. Menga ko'chada kiyishga 1-2 xil kiyim, uyda almashtirishga 2-3 xil kiyim yetarli. Moda orqasidan yugurmayman. Bunga pulimni sarflashni ham xohlamayman. Uchinchisini eshitib hozir menga ko'pchilik tosh otib tashlaydi, lekin har oy qosh laminatsiyasi, kiprik ektirish, xina chizdirish kabi byuti protseduralardan pulimni jalga qilaman. Bu narsalarni qiladigan qizlarga umuman hech qanaqa pretenziyam yo'q, shunchaki men bu narsalarni qildirishni xohlamayman. Menda uходовый kosmetika ham, dekorativniy kosmetika ham bittadan, bittasi tugasa ikkinchisini sotib olaman. Polkamga 100 talab qatorlashtirib terib qo'ymayman va buni pulni isrof qilish deb hisoblayman. Va beshinchisi bu har kuni kafe, restoranlarda ovqatlanish. Bir marta restoran